Iftorlik dasturxoni uchun qurtoba tayyorlashni o'rganamiz. Aniq retseptni kommentariyada qoldiraman. Bu taomimizni patirsiz aslo tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu hisobdan ishimizni birinchi bo'lib patir uchun xamir qorishdan boshlaymiz. Idishga suv, tuz, tuxum, sut hamda un solib, yaxshilab xamir qoramiz. Hamda qorilgan xamirni yaxshilab mushlab, so'ngra ustini yopib, dam oldirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz dam olguncha qo'y yoki mol go'shtidan marinovka tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi go'sht, chesnok hamda qatiq yoki kefir. Barchasini yaxshilab birgalikda aralashtiramiz hamda ustini yopib, marinovka qilish uchun olib qo'yamiz. Dam olgan xamirni videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz hamda xohishingizga ko'ra margarin yoki sariyog' eritib, yoyilgan xamir ustidan surib, uni o'rab, patir yasab olamiz hamda 180-200 gradusda qizib turgan duxovkada 15-20 minut davomida pishirib olamiz. Marinovka qilingan go'shtni qovuramiz hamda 15-20 minut davomida dimlab qo'yamiz. Endi bo'lsa chakki yoki qurt ustiga suv solib, suyuq massa yasab olamiz. Endi navbat sabzavotlarga bodring, pomidor, piyoz hamda tabga ko'ra zelin yoki qalampirni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz hamda kattaroq idishga qurtoba yig'ishni boshlaymiz. Patirlarni sindirib, patir ustidan chakki yoki qurtli massani solamiz va uni ustidan to'g'ralgan salatimizni terib chiqamiz. Salat ustidan sochli bo'lib pishgan go'shtlarimizni terib, dasturxonga tortamiz. Bu taomimiz nafaqat mazali, balki tez hazm bo'ladigan taom ham hisoblanadi. Yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutaman.